Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugungi videorolikimiz barchadan kelib tushayotgan savol. 30-apreldan keyin biz deport bo'lamizmi, reyestrdan chiqmasak degan savolga javob tariqasida bo'ladi. Xo'p, 30-apreldan keyin kimlar chiqa olmasa deport bo'ladi. Agar sizning qo'lingizda Rossiya Federatsiyasida kelganingizdan beri hujjatsiz yurgan bo'lsangiz yoki kelganingizdan keyin hujjat qilmagan bo'lsangiz, agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, qo'lingizda patentingiz bo'lmasa, agar siz Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, qo'lingizda patentingiz bo'lmasa, qo'lingizda hujjatingiz bo'lmasa, agar siz Qirg'iziston fuqarosi bo'lsangiz, kelib трудовой договор bilan уведомление bermagan bo'lsangiz, siz reyestrdan chiqmaysiz 30-apreldan keyin. Va amnistiya sizga уже to'xtaydi. Sizga уже amnistiya bo'yicha hujjat berilmaydi, patent berilmaydi. Va sizga masalan трудовой договор bilan уведомление topshirsangiz qabul qilinmaydi. Bu Qirg'iziston fuqarolari uchun. 30-apreldan keyin reyestrda bo'la turib deport bo'lmaydiganlarga keladigan bo'lsak, agar sizni hozir masalan siz yanvar oyida patent olgansiz, трудовой договор topshirgansiz, registratsiya topshirgansiz, отпечатка пальца topshirgansiz, faqat qayerdadir xatoligi sababli reyestrga tushib qolgansiz. Balkim sizni registratsiyangiz bazadan chiqib ketgan, balkim sizni shtrafingiz bor, balkim sizni qarzingiz bor, Zolotoy Korona, Molblok va hokazo shunaqa mikrokreditli kompaniyalardan siz reyestrdan chiqa olasiz. Qachonki shu o'zini xatolaringizni to'g'rilaganingizdan keyin reyestrdan chiqa olasiz. Sizga deportatsiya bo'lmaydi yoki vidvareniya qilinmaydi. Kimda kim 29-aprelgacha patentga podacha qila olmay qolsa, u odamlar bundan keyin reyestrdan chiqa olmaydi va qachon amnistiya bo'lishi ham noma'lum. Yo amnistiyani kutishadi yoki o'zlarining vatanlariga qaytishlariga majbur bo'ladi, chunki ularga 11-26 prezident ukaz уже o'z kuchini yo'qotadi 30-apreldan keyin, 30-apreldan boshlab. То есть oxirgi patentga podacha qiladigan kuningiz 29-aprel. Bu O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga tegishli. Qirg'iziston fuqarolari ham xuddi shunday 11-26 bo'yicha o'zini qonuniylashtirib olsa bo'ladi. Ularga ham xuddi shunday oxirgi kun 29-aprel. Xo'p, keyingi ko'pchilikdan kelib tushadigan savol, ukaz yana cho'ziladimi? Bizga shunaqa gruppalarga audio zapislar keldi, SMSlar ko'ryapmiz, shunaqa bilgilar ko'ryapmiz. To, что yana 11-26 ukaz cho'zilar ekan, yozgacha bo'lar ekan, avgustgacha bo'lar ekan, sentyabrgacha bo'lar ekan. Yo'q, qadrli vatandoshlar, bu fakt emas cho'zilishi. Qachonki qonun imzolanadi, qachonki ofitsialniy bu Rossiya Federatsiyasi tomonidan, UFMS tomonidan, tegishli organlar tomonidan chiqarilgandan keyin o'sha vaqtda u narsaga ishonsak bo'ladi. Lekin siz ko'chadan eshitib, insonlarning gapiga ishonib, keyingi amnistiyani kutishingiz bu qo'pol qilib aytganda chuchvarani xom sanab degan gap bilan teng. Shuning uchun ozgina vaqtlaringiz qoldi. 29-aprelgacha, 29-aprelgacha patentlaringizga podacha qilib olinglar. 11-26 bo'yicha shtraflaringizni to'langlar. Tegishli hujjatlaringizni qilib olinglar.